Ramazonda osh yemang. Negaligini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Oshni juda sevuvchi xalqimiz hatto Ramazonda ham saharlikda osh yeyishadi. Aslida Ramazonning farz bo'lishidan ham asl hikmat ochlik orqali nafsimizni va tanamizni poklashdir. Och qolgan tanamiz o'zida yig'ilgan zararli toksinlardan xalos bo'ladi. Ramazonda iloji boricha saharlik va iftorlikda tanamizga og'irlik qilmaydigan taomlarni iste'mol qilishimiz kerak. Oshning esa asosiy qismi guruchdan iborat bo'lib, guruch bu uglevod degani. Uglevod esa tanamizga tushgandan keyin shakarga aylanadi. Erta tongdan iste'mol qilingan ko'p miqdordagi uglevod, ya'ni shakarni tanamiz ko'tara olmaydi. Natijada ro'zadorlar kun bo'yi holsizlik, charchoq va suvsizlik his qilishadi. Ramazonda tanamizga oqsil va foydali yog'lar uglevoddan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Xo'sh, unda nima yeyishimiz kerak degan savolga keyingi videolarimda javob topasiz. Bu videoni oshxo'r do'stlaringizga jo'natib qo'ying.